rampi, bir tal içimlik, bir tal tuxum, 3 oy 9 mu? Özgülün təmi faqat özgərməkdə. Bayatın bizim yegan bolduq. Şundaq öz təmi bilan şunda joy-joyda chiqibdi. Amma yangi do'konga ko'chibsizlar. Mana shu bazatga burunqi do'konlarni yangi o'zgartirish qilibsizlar emasmi? Bir faoliyat qildi. Oldimizda Anlar bayram kelib qolibdi. Faoliyat qilib berdilarmi? Faoliyat qildik, lekin sal muvaffaqiyatli faoliyat qildik. Muvaffaq qildi deb qanchalik qilamiz? Rampiza, ichimlik, tuxum, aslında 9 koy 9 mu qildik. 9 koy 9 mu qilmayli. Endi men bekarga baslar degan bo'lgan ekan. 3 koy 9 model faoliyat qilyapti. Unda bu bek azam bo'lib qoldi, o bekdan bo'lib qoldi. Endi 15-20 yildan beri sizlik xalq berdi. Endi bir do'koning ushib ketdi hozir. Nana do'koning var. Endi 15-20 yildan beri manfaat bergan bo'lgan ekan. Endi bekarga berilsak, meni yuzim qizirib qoldi. 3 koy 9 mu aş bekarga berganning o'rnida bir faoliyat qilyapti. Odatda rampiza 7 koy, ichimlik 6 koy, tuxum 1,5 koy bo'lgan, 14 yerim koy bo'ldi-ku, vasi. Am 14 yerim koylan deyishib o'tmaydi. 9 mu demay, 7 koy 9 mu qildik. 3 koy 9 mu bo'lib ketdi ben. Ayrimni rozi qolayman sizlarni. Ma'qulmi? Ma'qul. Siz necha patat sizlar xalqimizni bizni qo'llab kelgachga bizmi mashgul erishgan bo'ldi. Ondan bo'lsa taxatga do'konmi 3 koy 9 mu bo'lsin, miyatga do'konmi 3 koy 9 model tavsiyam ketsinmi? Yo'q, taxa do'konda 3 koy 9 mu bo'lsin, o do'konimizdan normal bo'laversin. Unda bu qas biz ham yetishib olmay qolganimiz uchun xaridor norozi bo'lib qoldi. Shunga mash do'konni ochilish munosabati bilan yeni bir xaridorga biz minnatdorlik bildirish yuzasidan mash do'konni qilib berdik. Jinshi joyimda bir do'koning bormi? Jinshi joyim do'konimiz bordi. O do'konni shu men yetishib olmas sababdan mashaqini yog'i yetkazib o'tdik. Biz hozir echyaptimiz. Endi maz yanında jan shoqan bash davozat buruq o'zgul do'kon, anadondagi taxadagi nurg'a xaridorlar shu do'konimiz ichki do'kon bor. Onda bo'lsa jinshi joyimdagi do'konga bormasanglar bo'ldi-ku. O'zgulning rampizxonasiga kirib, mana shu o'xshagan taomlarni yeb ichkasanglar bo'ldi-ku. Faoliyat faqat va faqat mana shu Dabazadagi O'zgul rampizxonasida kuchga. Mana shu do'konda kuchga. Uningdan boshqa masalaki anlasam, ko'sam deganda 40 necha xil tomoq chiqargan go. Tamoqlari yana ko'paydimi? Hamda rampizdaymiz, ichimlikdaymiz, tuxumdaymiz, hamda ichimlikning har xili bor ekan do'stlarimiz. Shisan tomoq bor ekan. Uningdan boshqa saynifan bor ekan, cho'ng say bor ekan, shunaqo. To'g'ri. Uningdan boshqa bir ishlar bor ekan. Hamda bu sizning xambovni belakad 14-15 qo'ydi yesa, 9 qo'y 9 model faoliyat qilyapti. Birlik bo'pti. Ondan bo'lsa mana shu do'konga kirgan, chunki tatib qo'ygan do'stlarimiz 9 qo'y 9 model mangulik VIP bo'lib ketgan bo'ldi ya. Ondan bo'lsa ashxambavni 9 qo'y 9 modelni yalaysizlar, mana shu lobaning chuni kirib olgan do'stlarimiz. Ondan bo'lsa faoliyat boshlab bo'lib ketdi. Endi mana do'konning endi muhit olamdi, hamma jihatda endi cho'nglarni kelishga, balalarni kelishga intayin mos kelgan do'stlarimiz. Faoliyatni 5 kunlik qilyapti. 3 kun qildik. 3 kun. Ana bayram munosabatlarini to'g'ri qilib. Mayli, ham 3 koy 9 model siz ma'qul dedilar. Ham 3 kunga men ma'qul day. Unda bo'lsa 5-oyning 9, 10, 11 3 kun jarayonda unda bo'lsa mana shu O'zgulning har xil tomoqlarini yegash undan boshqa men 3 koy 9 model tavsiyani yeb, fuqadan chiqib ketsanglar bo'ldi jumo do'stlarimiz. Bu yana adres bo'lsa Shayarnaya, Dabaza, yana mana shu burunqi O'zgul rampizxonasining yana joyi jumo do'stlarimiz. Unda bo'lsa mush filmda barliq O'zgulning tomoqlari qamroq, rampizlari qamroq do'stlarimiz ko'plab taqdim qilinglar. Rahmat sizlarga.